Payg'ambarimiz Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makka-i Mukarramadan Madina-i Munawvaraga hijrat qilganlaridayoq musulmonlarning Makkadagi muqaddas ziyoratgohga qo'rquv va xavf-xatarsiz kirib borishlari va hatto Ka'baning atrofida aylanib tavof qilishlari haqida tush ko'rgan edilar. Bundan biroz keyin Alloh taolo o'z rasuliga Fath surasining 27-oyatini nozil qildi. Bu oyati karimada ko'rgan tushlarining haqligi, Alloh xohlasa musulmonlar tez kunlarda Makkadagi muqaddas ziyoratgohga xotirjam va quvonch bilan kirib borishlari bashorat qilingan edi. Albatta Alloh o'z payg'ambariga u kishi ko'rgan tushni haqqi rost qildi. Albatta sizlar ey mo'minlar, inshaalloh Masjidil Haromga tinch omon boshlaringizni, sochlaringizni qirdirgan va yoki qisqartirgan hollaringizda xavf-xatarsiz kirursizlar. Bas Alloh sizlar bilmagan narsani bilib, undan Makka fathidan oldin yaqin bir g'alabani, Xaybar jangidagi g'alabani muyassar qildi. Fath surasi 27-oyat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu haqda mu'minlarga xabar berganlarida, bu xushxabar odamlarga imkoni yo'q bir ish bo'lib ko'rindi. Chunki musulmonlar yaqindagina mushriklarning tazyiqi ostida jonlarini saqlash uchun Makkadan Madinaga hijrat qilishga majbur bo'lgan edilar. Shundan beri musulmonlar Makkaga hatto yaqinlasha olmas edilar. Mushriklar esa ularni imkon topilsa Madinada ham yo'q qilish fikrida edilar. Ammo oradan ko'p o'tmay vaziyat tubdan o'zgardi. Musulmonlar bilan mushriklar o'rtasida Hudaybiya sulhi imzolandi. Bu sulh islomning barpo bo'lishida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ldi. Tez orada musulmonlar Makka-i Mukarramani fath qilib, oyati karimalarda aytilganidek bu shaharga Masjidul Haromga hech bir qo'rquvsiz, xotirjam, qalblari esa shodlik va shukronaga to'lib kirib keldilar. Ey Muhammad, toki Alloh sizning gunohingizdan ilgari o'tgan va keyin keladigan narsalar barcha gunohlaringizni mag'firat qilishi uchun va sizga o'z ne'matini komil qilib berib, sizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilishi uchun hamda Alloh sizga qudratli yordam berishi uchun bir haqiqat biz sizga ochiq ravshan fath g'alaba ato etdik. Fath surasi 1-3-oyatlar.